tayyorlash ishlari bor. Ular ham bajarishgan o'sha ishni. Farmonga muvofiq barcha taqdirlandi. Hech kim chetda qolgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev maydonga chiqdi. Albatta, yurtboshimiz qo'lidan mana shunday mukofotlarni olish bu qanday baxt, a? Shaxsan o'zlari. Rahmat. Katta rahmat. Birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Ana endi jamoa ichidagilarning hammasi birma-bir taklif etiladi. Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalar o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demak, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Hojiakbar Ulug'bek o'g'li, naqadar baxtli lahzalar. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Husniddin Ro'zi o'g'li. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ashurmatov Rustamjon Elyorovich. Har bir vakil monitorda namoyish etilyapti, katta monitorda. Bugun Rustam maydonga tushgani yo'q. Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Ancha ochildi shu yigit ham. Qaysidir ma'noda Kapadzening topilmalaridan biri u Olimpiya terma jamoasida. Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li. Iskandarov Jamshid Mahmudovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Qoyilmaqom to'p uzatishni amalga oshirdi bugungi uchrashuvda Jamshid. Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li, futbol bo'yicha Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li himoyachisi. Muxlislarimiz boshqacha bir qarsaklar chalishyapti unga. Terma jamoa yetakchilaridan biri shubhasiz. Bugun ham unda ham bir-biridan chiroyli to'p uzatishlar bo'ldi. Vladimirovich, futbol bo'yicha O'zbekiston Moskvoy milliy terma Akmal jamoasi Vladimirovich himoyachisi.
Nasrullayev Sherzod Innatullo o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston Nasrullayev milliy Sherzod terma jamoasi Innatullo o'g'li. himoyachisi. Terma jamoamiz himoyachilaridan biri. Bugun ishonchli o'ynadi juda ham. Raqibga imkoniyat bermadi va g'alabaga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Yana bir Futbol ajoyib bo'yicha O'zbekiston milliy darvozabonlarimizdan terma biri jamoasi Ne'matov darvozaboni. Abduvohid Furqat o'g'li. Sayfiyev Farruh Karimovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Sayfiyev milliy terma Farruh jamoasi Karimovich. himoyachisi. Bugun u zaxirada qoldi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirilyapti. Va navbat ajoyib hujumchimizga ham yetib kelmoqda. Sergeyev Igor Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Sergeyev milliy terma Igor jamoasi Vladimirovich. hujumchisi. Xuddi Mashar yutishda bo'lgani kabi muxlislar uni ham bir o'zgacha iliqlik bilan olqishlab qo'yishyapti. Ha, Igor o'zi uchun qaytara oldi o'sha damlardan. Yuqori darajadagi hujumchi ekanligini yana bir bora ham o'ziga ham boshqa Murodulla o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Turg'unboyev Azizbek Murodulla o'g'li. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi. Yurtboshimiz tomonidan ham tegishli ko'rsatmalar. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Islom O'runov Oston terma jamoamiz barcha Rustamov. yo'llarni bosib o'tdi. Futbol bo'yicha Yoshlar, O'zbekiston Aliyev, milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. O'runov Oston Rustam o'g'li. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev Abbosbek Saidjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek Fayzullayev Saidjon o'g'li. Aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi. Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li. Futbol Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li yarim himoyachisi. Necha yillardan beri terma jamoamizning ishonchli tayanch